Atush xalqi har bir tarixiy davrga va tarixiy sharoitga xos atush pardasiga o'xshash naqshi musiqalarni ijod qilib, bu orqali o'zlarining orzu-istaklari, xo'shalliqi va qayg'u alamlarini jonliq til, obrazliq misralar va rangdor kuy shakllari orqali ifodalagan. Atush xalq naqshlarini mazmun jihatdan tarixiy naqshlar, g'erib musofirlik naqshlari, muhabbat naqshlari, emgak naqshlari va o'lim musibat naqshlari qatorliq 5 turga ayirishga bo'ladi. Atush xalq naqsh qo'shoqlarida inson ijtimoiy hayotining bir butun jarayoni degidek o'z ifodasini topgan bo'lib, bu jihatdan Uyg'ur xalq naqshlari g'azinasida o'zgacha chaqnab turadi.